Assalomu alaykum. Bugun sizga ko'pchilik yangi youtuberlar qiladigan texnik xatolar haqida gapirib beraman. Agar siz bu xatolarni qilmasangiz, kanalingiz ancha tez o'sadi. Birinchi xato: video nomiga e'tibor bermaslik. Ko'p odam video nomini shunchaki yozadi, lekin YouTube algoritmi uchun sarlavha juda ham muhim. Nom qisqa, aniq va izlovchi yozadigan so'zlardan tuzilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi xato: video ustiga qo'yiladigan rasmni chiroyli yoki bo'lmasam diqqatni jalb etadigan tarzda tayyorlamaslik. Oddiy rasm bilan e'tibor tortib bo'lmaydi, shuning uchun ranglarni uyg'unlashtirish va chiroyli tarzda tayyorlash kerak. Uchinchi xato: analitikani kuzatmaslik. YouTube studioda audience retention degan joy bor. Agar siz tomoshabinlar videoni qayerda tark etayotganini bilsangiz, keyingi videoda xatoni to'g'rilaysiz. Lekin ko'pchilik bunga umuman qarab ham qo'ymaydi. To'rtinchi xato: videoni to'g'ri formatda tayyorlamaslik. Masalan, shorts uchun vertikal, uzun video uchun gorizontal formatda bo'ladi. Shorts 9 ga 16 formatda, uzun video esa 16 ga 9 formatda. Bu CapCut'ning o'zida ham montaj qilsak bo'ladi. Beshinchi xatomiz: videoni tavsif va teglar bilan to'ldirmaslik. YouTube videoning mazmunini tavsif va teglar orqali tushunadi. Agar siz ularni yozmasangiz, video kimga ko'rsatishni YouTube bilmaydi. Oxirgi xato: davomiylikni saqlamaslik. Bir oyda bir marta video yuklab qo'yish xato bo'ladi. YouTube doimiy faollikni yaxshi ko'radi. Hafta yoki 2 haftada kamida bitta yoki ikkita video chiqarish juda ham yaxshi bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, YouTube'da texnik mayda detallar katta rol o'ynaydi. Sarlavha, miniatura, format va davomiylik. Bular sizni tavsiyaga olib chiqadigan asosiy kalitlardir. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang.